Assalomu alaykum oyijon, yaxshi dam oldinglarmi? Buringni zooparkda ishlaydi degding, uyga hayvon olib keladi demaganding-ku. Mani hidimga o'rganganda oyijon, ozgina katta buvosini berib yuboraman. Bu hali katta ham bo'ladimi? Dumaloqcham, o'zing shirinchomsan. Men bolamni ham bunaqa erkalamaganman-ey. Zebo, bu o'rtamizda uxlash shartmi? Bitta o'zi uxlashga qo'rqadi, endi 6 oylik. Zebo, soatimni ko'rmadingmi? Men qattan bilaman, turgandir o'sha yerda, qarasangiz-chi. Oyijon, bittaga ko'payishamiz. Bezakansiz, lekin xursand bo'ldim. Endi men ham nevara erkalataman, ha? Yo'q, unaqa mehmon emas. Qanaqa mehmon? Mana. Fil bilan jirafayam olib kelmabsiz-da, keling. Bo'ldi, olib kelaymi? Birga yashayverardinglar, o'g'lim bilan ketaverardinglar safarga. Ona, anu keliningizni maymunchasi depressiyaga kirib o'lib qopti-da. Yuring, dalda beraylik. Bir kun kelib maymunni janozasida o'tiraman deb o'ylamagandim. Mani ish uchun dieta qilyapsan-a? Oy, telefonimni ko'rmadingizmi? Hech qayerdan topa olmayapman. Telefon qil. Qo'limdan qayerdandir jinglayapti. Ha, ilon yetib yoribdi. Xavotir olmanglar, bir haftada hazm qilib chiqarib oladi. Kelin, ana shervatchingizga go'sht beruvdim, yemasdan menga qarab turdi. Ha, u kattaroq go'sht yeyish xohlaganda. Nafasingiz yere tushsin. Nima qilyapsiz? Idish yuvotdim. Nimada? Bavida. Buni qanaqa ishlatadi? Qarang, tog'oraga bavini solamiz, keyin qaynoq suv solamiz. Yuvilishi chirt bo'lib ketgan idishlarimizni solib 10 daqiqa kutamiz. Keyin sovuq suvda chayvoramiz, bo'ldi. Qarabsizki, 10 yildan bir yuvilmagan dog'li ham top-toza bo'ladi, qaling. Zo'r-ku. Eshitdingmi? Yugurmasam bo'lmaydi, tualetga ulgurmayman. Ulgurdingizmi? Kirmadim, lekin ulgurdim.